yerakchisi. Bola tug'ilsa ham qanday sunday? To'y qilinsa ham qanday sunday? Konkursda ham to'y qilamiz, xudo xolasa. Meni orzuyim shu o'zbek san'atini dunyoga targ'ib qilish va shu jahon katta arenalarda chalish. Bitta o'zingizmi? Davr guruhi. Endi men novas. Hammasi ramaga unaqa. Hammasi ramaga. Yo'q, bizni gapiryapmiz o'zi. Ko'rdingizmi, mana urush boshlandi. Sizdan chiqib keting hozir hokimlikda hammani oldida. Asosan mojaro shu kechga qolishdan xizmatlarga shundan bo'ladi, shundan gap eshitishadi. Umrzo degan bola bor. O'sha, masalan, soat 11 ga yig'ilishimiz kerak bo'lsa, u 11 da uydan chiqadi. Shu 11 ga degan tushunchasi shunaqa-da, 11 da uydan chiqish kerak. Ha, 1 soat oldin yetyapmiz. Assalomu alaykum. Bizning guruh davr qani bizga raqam. Bu sizga raqam, bu sizga raqam. Omad tilayman man, omad tilayman man. Rahmat sizga singiljon, rahmat sizga singil. Hakamlar bizga ha deyishlari kerak. Chunki biz yillar mobaynida mehnat qildik, shu kunni kutdik. Hamda biz sahnaga chiqib noodatiy tomosha ko'rsatamiz. Niyat qilganimiz o'zi milliy shu qanday sundaylik hech qayerda qatnashmagan. Bunaqa tanlovlarda, tadbirlarga chiqilgan qanday sunnayni darajasini ko'tarish o'zi asosan niyat. O'zbekiston Got Talent. Zo'r imkoniyat. Abed keldimi? Abed keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biza davr qanday sunnay ansambli, Adamdan qolgan bu guruh. Xo'sh, nima eshitamiz bugun? Bugun papuri eshitamiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Bir maza qilaylik.
Rahmat. Yoqqandan xursand. Oddiy bitta to'y repertuarini ko'rdim. To'g'risini aytaman. Men kelibdi kuyovni olib chiqib o'tkazib qo'ysa, kuyov navkari ko'rgandek bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrim. Shuning uchun men javobim yo'q sizlarga. Avvaliga juda qo'rqinchli boshlandi. Juda shovqinli bo'ldi va oxiri juda ham chiroyli tugadi. Albatta men ham ha deyman. Zo'r. Rahmat. Menga yoqdi. Juda men o'zim mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman. Endi sal performans qilgili keldi, ozgincha o'xshamadi. Lekin men ha dedim. Rahmat. Ikkita ha va siz Got Talent'dasiz. Tabriklaymiz. To'ylatib qo'yinglar. Rahmat. O'tdingizmi? Tabriklaymiz. Ana, bu mehnat terisi. Rahmat. To'y qachon? To'y xudo xohlasa 10 yildan keyin. Nimaga? Hozir 22 yoshman. Uy qilay, mashinalar olay. Bungacha sog' salomat bo'lsa o'tkazamiz. Albatta, albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Rahmat. Yigitlar yorvordingiz. Haqiqatan ham bu son efirga ketsa, sizlarning to'yingiz, xizmatingiz ko'payib ketadi. Hech kim, hech qaysi yigit meni gapimni eshitmadi, shuncha o'tib ketishdi. Maqtab qo'ysa